Voy bolajonlarim, sizlar bugun juda chiroylisizlar. Keling, ko'raychi, kim eng odobli ekan? Men har kuni ota-onamga yordam beraman. Ajoyib bolajonlarim, bugun ham quvnoqsizlar. Odob nima ekan? Odob bu yaxshi so'zlashish va boshqalarga hurmat bilan qarash. Barajalla, mehribon bolalar. Uyda kim sizga odob o'rgatadi? Onajonim bilan dadam o'rgatishadi. Sizlar juda aqlli ekansizlar. Do'stingizni xafa qilsangiz nima qilasiz? Uzr so'rayman va yarashaman. Shunaqa mehribon bolalar bo'lish juda yoqimli. Kattalarga qanday so'z bilan murojaat qilamiz? Assalomu alaykum deymiz. Qani, kim eng odobli bola bo'lishni xohlaydi? Men, chunki men har doim salom beraman. Ajoyib, sizlar mehribon bolalarsiz. Stol ustiga chiqib o'tirish to'g'rimi? Yo'q, bu odobsizlik. Shunaqa tarbiyali bolalarni ko'rib faxrlanaman. Uy hayvonlariga qanday munosabatda bo'lish kerak? Ularga mehr bilan qarash kerak. Bolajonlar, bugun kim odobli bo'lganini aytadi? Men bugun opamga yordam berdim. Juda yaxshi. Endi aytingchi, ko'chada chiqindini qayerga tashlash kerak? Maxsus axlat qutisiga. Sizlar haqiqiy namunali bolalarsiz. Agar biror kishi sizga sovg'a bersa nima deysiz? Rahmat deyman. Ajoyib. Endi aytingchi, kimning navbati bilan gaplashamiz? Avval kattalar, keyin biz. Bolajonlarim, sizlarni ko'rib yuragim quvonadi. Maktabda o'qituvchiga qanday munosabatda bo'lish kerak? Hurmat bilan. Qani, kim odobli bola bo'lishni yaxshi biladi? Har kuni toza kiyim kiyaman, tartibli yuraman. Juda yaxshi. Endi aytingchi, ovqatlanayotganda telefonga qarash to'g'rimi? Yo'q, bu odobsizlik. Qani, mehribon bolalar, ko'chada kattani ko'rsangiz nima qilasiz? Salom beraman va yo'lni bo'shataman. Shunaqa tarbiyali bolalar ko'payaversin. Biror do'stingiz yiqilib tushsa nima qilasiz? Yordam beraman. Ajoyib javob. Endi aytingchi, maktabda qog'ozni polga tashlash to'g'rimi? Yo'q, uni axlatga tashlayman. Sizlar naqadar odobli bolalarsiz. Uyda kimdan ruxsat so'raysiz? Onajonim va dadamdan. Barakalla farzandlarim, sizlardan faxrlanaman. Endi aytingchi, yolg'on gapirish yaxshi odatmi? Yo'q, to'g'risini aytish kerak.